Assalomu alaykum podpischilar, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Xudo xolasa bugungi joy reklamamiz bo'ladi. Adres aytib o'tsak, Bo'ston shahrida Xalq bank Agrobankning yan tarafi, paxta zavodining qaptoli, bog'chaning yani. Xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Boshlasak balkondan. Shunday balkonimiz bor, ajoyib bo'lib turibdi. Ikkinchi etajda yazilgan nazariy o'tiradiganimiz ko'p turamiz. Erizon savdo marketi, shuning yan tarafimizda Erizon savdo market. Balkonimiz ajoyib bo'lib turibdi. Xudo xolasa ayni ishga qo'yilgan akvadan ajoyib uyimiz. Birinchi xonani ko'rsatib o'tsak, ajoyib remontlar, o'rtacha. Xudo xolasa prямо kelib yashayveradigan xonadan. İkinci xonani ko'rsatib o'tsak, bu zal bo'ladi. İkinci xonamiz mehmonja. Shunday kattagina zalimiz bor. Remontlar aytganimizdek o'rtacha kirib prямо yashayveradi. Bu betonning ustidan pol qaqib qo'yganlar, sovuq o'tmasin deb. Ajoyib remontda turibdi. Ikkinchi etajda 3 xonamiz joylashgan. Üçüncü xonamizni ko'rsatib o'tsak, üçüncü xonada remontlar alaqqa pol qaqilib ajoyib bo'ldi. Gazdan, svetdan muammo yo'q bu yerda. Gaz, svet yazın qishin o'chmaydi. Vodoprovod hammaga o'tib tayyor turgan joy. Adam yashab o'tirgan joy. Bu yer katyolxona bo'ladi, so'ngra bilan banyaxona, katyolxona istaysan bo'ladi bunda. İkinci etajimizdan birinchi etaj tushsak, zinamiz bo'ladi. Zinamizdan mustahkam zina. 150-200 kiralık adamdan kütüveradi. Birinchi etajga ko'rsatib o'tsak, zinamizin keyinda yana shunday banka va qo'yishlar ajoyib nesni qoldiradi. Hammamizga shunday joylar nasib etsin. Birinchi etajimizda yana shunday o'tiradan ayvonchamiz bor, gaz to'siqlar bor, vitichkamiz bor. Shunday ajoyib o'tiradan yerimiz bor birinchi etajda. Eng kamida shunday joylar nasib etsin bizga. Vodoprovod hammaga bor. 4 yana 4 kirgan yerda. Sirt tarafidan ko'rsatilsak, demir eshiklar qo'yilib ajoyib bo'lib turibdi. Bu garajimizdan shu yerda deyishdi. Xudo xolasa 2 mashin bemalol sig'adi garajimizga. Dokumentlarida muammo yo'q. Hammaga tak poложен garantiya. Tamdirimiz bor ekan. Ko'cha tarafidan ko'rsatib o'tsak, yani aytganimizdek shu ko'rib turgan darvozangiz bog'cha bo'ladi. Quyosh ay degan bog'chamiz shu. Bu yan tarafimiz katta yo'l tarafidan kiradigan yerimiz hozir ko'rsatib o'tamiz uni yerdan keladiganimizni. Bu yan tarafdan kelsak, katta yo'ldan kelamiz. Paxta zavodining oldidan bank tarafi aylangan yo'lni ko'rib turamiz, paxta zavod. Bu yan taraf Erizon savdo market, bank bo'ladi. Shu yerdan kelsangiz 10 tarafında ikkinchi ko'cha bo'ladi. Xudo xolasa joyimizning narxi 25 ming dollar aytiladi, kelishiladi. Срочно sotiladi joyimiz. Kamchiliklar bo'lmasa uzr, oldindan rahmat aytib qolamiz.